aksiya dedilar, hurmatli obunachilar. Mana biz Altemir zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan universal terabiklarimizga Ramazon oyi uchun xudo xolasa juda zo'r aksiya qilib qo'ydik. Aynan chorvador akalarimiz uchun. Xo'p, bizda narxlarimizni ancha yengillatib qo'ydik Ramazon oylari uchun. Albatta bu aytgan narxlarimiz o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxlari. Ko'ryapsizlar, xohlasangiz mana bunday to'rtburchak variantda, xohlasangiz mana bunday dumaloq variantda. Albatta sizning istagingizga qarab. Hop, xohlasangiz dumaloq, xohlasangiz to'rtburchak. Xohlasangiz mana o'zimizda Altemir zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan hozirgi kunda o'sha eng trenddagi apparatlarimizdan mana bunday 3 ta oyoqlik va setkalari yonboshdan almashadigan variant mana. Mana bunday yangiliklar bilan xudo xolasa albatta aksiyalarda zo'r bo'lyapti. Va mana bunday hop chempion apparatlarimizdan yangi chiqqan apparatimiz, yangilik apparatimiz O'zbekistonda setkalari yonboshdan almashadi. Xohlasangiz mana bunday tikka holatda, xohlasangiz mana bunday yonbosh holatda ham albatta ishlatishingiz mumkin. Agar sizda tikka qilib ishlasangiz, mana bunday qilib oyog'ini bitta yig'ishtirib qo'yasiz, bo'ldi. Xohlasangiz sizga alyuminlik variantda, xohlasangiz misli variantda. Endi hop ko'p kuttirib o'tirmaymiz, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Albatta eng aksiya narxida, skidka narxida ulgurib qoling. Hop, Altemirda bilasizlar, hop eng original narsalar, xudo xolasa eng ishonchlar bo'ladi. Aytganimizdek, listlar hammasi qalin. Bu joy qalin listdan va mana bu joylar turbadan bo'ladi. Hammasiniki yonboshlaydigan varianti ham va nari yonboshlamaydigan varianti turbadan bo'ladi. Pichoqlari kuydirilgan va o'sha zavodskoy mahalliy narxlarni aytib o'tib ketaman. O'zi albatta obunachilar, o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Operator, keling. Hop. Aynan mana shu 3 ta oyoqli apparatlarimizni narxlari, yonboshlamaydigan narxlari. Bularimizni hop 6,5 kilovatli motorda alyumin motor narxi 2 million 600 ming so'm va misligi narxi 2 million 800 ming so'm o'zimizning Altemir zavodimizning narxi. Xohlasangiz mana bunday dumaloq variantini oling, xohlasangiz mana bunday to'rtburchak variantini oling. Narxi albatta o'sha 2 million 600 ga 2 million 800 ming so'm qolyapti. Endi bu 6,5 kilovat motorlarda o'sha aytilgan narxlar. Endi Altemirda aynan o'zi uchun ishlab chiqarilgan maxsus motori bo'lsa, narxi ozgincha o'zgariladi va yuqorilashadi. Hop, misligi bo'lsa, misligi narxi undan oldin 3 million 800 dastavkasi bilan 3,5 million shetdagi narxlarni sotdik. Endi albatta bu Ramazon oyi uchun skidka narxida shetdan kelib o'zingiz olib kelsangiz 3 kilovat 3000 obort misligi narxi 3 million 300 ming so'm va o'sha 3 kilovat 3000 obort alyumin narxi 2 million 900 ming so'm o'zimizning Altemir zavodimizning narxi va o'sha aynan maxsus motor 3 kilovat 3 kilovat 4 kilovat 4 kilovat mis. Endi bu 6,5 kilovat aytdim. Albatta skidka narxida hop 2 million 600 ming so'm dumalog'i va hop 2 million 900 ming so'm o'sha misli variantda bo'lyapti. 2 million 800 ming so'm adashib ketibman. 2 million 800 ming so'm o'sha misli variantda. Xohlasangiz dumaloq variantda oling, xohlasangiz to'rtburchak variantda oling. Farqi yo'q. Setkalari yonboshdan almashadi hammasiniki. Endi hop bu apparatlarimiz 3 ta oyoqli apparatlarimizdan narxni aytdim. Endi nomi aloqaga chiqqanda Like nomli apparat deb aytdik. Albatta bular o'sha undan oldin hop nomi ham Like edi. Aloqaga chiqqanda mana shu Like nomli apparatdan 3 ta oyoq narxdan, 3 ta oyoqliligidan desangiz xudo xolasa, mana albatta hop dastlabki xizmatiga ozgincha qo'shiladi. Endi bu tomonda mana hop yonboshlaydigan, xohlasangiz tikka, xohlasangiz mana bunda yonboshlaydigan holatda ham ishlasa bo'ladigan apparatlarimizni hop nomi Champion o'zimizning Altemir zavodimizdagi olib ketish narxlarini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bunda ham agar siz istagingizda, xohlagingizda hop avvalo mana bunday xohlasangiz dumaloq variantda, xohlasangiz to'rtburchak variantda oling. Farqi yo'q. Narxi hop 6,5 kilovat motor qo'yilganligi, alyumin narxi 2 million 700 ming so'm. 6,5 kilovat misli qo'yilgan narxi 2 million 900 ming so'm. Albatta o'zimizning Altemir zavodimizdagi narxlari. Endi bunga maxsus motor qo'yib ber degan akalarimiz uchun o'zimizning uchun maxsus ishlab chiqarilgan motor, Altemir motorlari bo'ladi. Endi Altemir motori bo'lib turib, boshqa brenddan ham keladi. Aynan o'zimiz uchun maxsus original motor. Ularimizni narxlari bu chempion apparatlarimizga hop Altemir uchun maxsus narxlari alyuminligi 3 million so'm va misligi 3 million 400 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi kelishgan holatda ozgincha qo'shiladi. Bularimizni ham setkalari ko'rsatganimizdek yonboshdan almashadi. Hammasida hop avtomat bor, voltmetrlargacha ko'rsatilgan mana. Ko'rsating. Hop, voltmetr bor, to'rt ko'rsatadi va avtomatlari ham bor. O'zi zashta qiladigan, hammasida arzonni ham qimmatni hammasida o'zini o'zi zashta qiladigan avtomatlari qo'yilgan. Hop, narxlarni aytib o'tib ketdim.
Hop, bu apparatlarimiz hammasi universal, ho'l, quruq, o't, dompon hammasini chiqarib o'tadi, xudo xolasa. Hop, setkalari ham 4 xil bo'ladi. Ko'rsatib ber. Mana. Setkalari 2 xil o't uchun va 2 xil mana bunday don uchun. O'sha setkalar ham eng qalindan narx arzonlagan sifat tushib ketgani yo'q. Setkalari qalindan 1,5 mm, 5 mm bo'lari. Hop, qo'y uchun va mol uchun chiqarib beradi. Qo'l, quruq tanlamasdan xudo xolasa chiziq chiroyli qilib chiqarib beradi. Bulardagi ham mana shunaqa setka bo'ladi va mana 3 ta oyoqlarimizniki ham xuddi mana shunaqa setkadan bo'ladi. Endi bularimiz 216 ga ishlaganlari sal bunlarda narxi menga ozgina sal qimmatli qildi degan akalarimiz mana sizlarga bu tomonda. Hop, bundan oldin videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Bularimiz hamma joyi to'liq listdan bo'lgan, motorlari 6,5 kilovatlik, narxi alyuminli narxi 2,3 million so'm va misligi narxi 2,6 million so'm dastavkasi kelishadi. Mana sizga bundan ham kichkinasi so'ragan obunachilarimiz bor. Bundan ham narxi 1,8 million so'm edi. O'zimiz Altaymir zavodimizdan olib kelsangiz sizga mana bunday apparatimiz 1,7 million so'mga albatta qilib beramiz. Xudo xolasa apparatlarimiz eng ishonchli va eng sifatli, eng yaxshisidan segmentlar hammasida kuydirilgan segment bo'ladi. Hop va mana bu aytganlarimda Like bilan Champion nomli apparatlarimizda mahaviklari ham zavodskiy mahavik bo'ladi. Endi bu apparatlarimiz mabodo chiqaryapti turgan vaqtida sizga chiqaryapti turgan videosi ham kerak bo'lsa, bizni kuzatib turasiz. Bundan keyin videolarimizda xudo xolasa chiqarishlarni hammasini birma-bir video qilib ketamiz va changitmaydigan palatka so'ragan obunachilarimiz juda ko'p. Mana bunday changitmaydigan palatkalarimiz ham bor. Hop, bularimiz narxi 300 ming so'm bo'lyapti. 350 ming so'm sotilgan, narxi 300 ming so'm. Albatta shahar markazidan shopirlarimizdan olasiz yoki Drive bilan qo'shib zakaz bersangiz, albatta xudo xolasa uyingizgacha kirib boradi. Xudo xolasa mana Ramazon aksiyasiga apparatlarimiz narxlarini ancha yengillatib qo'ydik. Chorvador akalarimizga ancha yengillik bo'ldi. Xudo xolasa mana shu narxlarda bemalol ulgurib qolishingizni xudo xolasa tavsiya etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.